Tashlik pishirishni ham boshlab yubordim. Biz o'zbeklar mehmondo'st bo'lamiz. Quddani ko'rgani, quddasini ko'rgani, toqqa, dachaga o'tirganda ikkita ulpat yig'ilib qolsa PlayStationda nima yeymiz? Shashlik yeymiz. Shashliklarda mazaligini ko'ringlar. Erkak kishining testosteroni uchun mana qanday dumbalarda o'zi ham bor. Qo'y jazlarga nima deysizlar? Bayramona dasturxoningizga malirovkalar qilgani, tilla malirovkaga kelganmiz. Va'da beryaptilar. Men o'zim so'yaman, o'zim malirovka qilaman. Mesni go'sht bo'ladi, halol bo'ladi. Mol jazni narxini jazlab yuboraylik. 170 ming sotyapman. Bizga nech pul? Nech pul so'raysiz? 17 ming kilosi. Yo'q. Yerga uryapsiz, aka. 110 ming. Yo'q, aka, Messi go'sht o'zi 120 ming so'ylyapti, aka. Liboy qassobxon, Liboy qushxondan so'rab ko'ring, aka. Bo'pti, o'rtasi 115 ming 10-yanvargacha. Barakam. Baraka, aka. Mana bu shashliklar ko'ryapsizlarmi? Asallik. Hali juda pishib o'rgan yo'q, lekin ishtahani ochyapti. Aka, 10 mingta olasizmi? 100 mingta olasizmi? 20 kilo 30 kilo olasizmi? Qizig'i yo'q, bir tonna olsangiz ham. Aka, siqilib beradilar. Anamiz. Bir ikki oldin telefon qilib bron qilib qo'ysa, siqilib berish xizmati tekin, aka. Yana bunaqasi qayerda bor? Faqat Sharabarada bor. Sharabaraga obuna bo'linglar, kommentariyaga nima kerakligini yozinglar, uni ham sindiramiz. Kelinglar, manzilimiz Tolariq metrodan Qo'yliqqa tushishgacha o'ng tomonda. Tillo Marinovga shashlik. Ulguringlar. Bu videoni shashlikxo'rlarga jo'natib qo'yinglar. Azamat olsa, mo'larni olib kiramiz.